Assalomu alaykum. Mana navbatdagi ishimizni ham yakunladik. Bu ishimizni Kattaqo'rg'on tumanidagi Zarqo'rg'on mahallasida yashovchi Nizomdin akamizni xonadonlarida qildik. Xo'sh, bu ishimizga keladigan bo'lsak, mana qoshlarimizni ko'rib turibsiz, vodostoykalarimizni, navlarimizni ko'rib turibsizlar, tarnovlarimizni oq rangda qilganmiz. Faqat pataloyda palasachalarni qora rang ishlatganmiz mana. Yorqin bo'lishligi uchun. Mana vodostoykalarimizni ham ko'rib turibsizlar, oppoqqina bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi. Juda ajoyib chiqdi ishimiz. Vaqt o'tsa ham bezdirmaydigan bir skromligina bo'ldi. Mana bu tomonlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Stiklar idealligiga hamma joy juda ajoyib chiqqan ishimiz. Xo'sh, mana bu tomonga keladigan bo'lsak, hali qilinadigan ishlar bor ekan, shuning uchun bu yoqda ozroq joy qoldi. Endi do'stlar, ayvonga keladigan bo'lsak, ayvonimiz mana yorqin, oppoqqina bo'lib chiqdi. Atroflarini ko'rib turibsizlar. Korobka fason, ba'zilar delali fason deydi, korobka fason deydi. Xullas, mana shu fasonda bo'lgan, oppoqqina bo'lib, chiroyli bo'lgan. Burchaklarida mana nimalar, stiklariga ham e'tibor berasizlar. Juda ajoyib chiqqan. Lampochkalarni ham joy-joyiga qo'yilgan. O'rtasiga keladigan bo'lsak, o'rtasida rombikimizni 45 gradusda bosilganini ishlatganmiz. Faqat ajralib turishligi uchun devor tomonda qora pluntis qoshday bo'lib chiroyli bo'lib turibdi va o'rtada, ayvonimiz o'rtasida qora pluntis ishlatganmiz. O'rtasidagi do'ppicalarimizga keladigan bo'lsak, o'sha 45 gradusga tushadigan do'ppichalardan qo'yganmiz. O'rtasiga palasa qo'ymadik. Juda ham ko'payib ketmasligi uchun. Do'stlar, shunaqangi patronlarni niyat qilgan yaqinlarimiz bo'lsa jo'natib qo'yasizlar, qo'llab-quvvatlab, like bosib, yaqinlarga jo'natish esdan chiqmasin. Kuzatishda davom etinglar, hali yangiliklar ko'p. Ishlarimizni yana taqdim qilaveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.